Assalomu alaykum. Ukalar, xonimlar. Mani bitta iltimosim bor. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan har xil o'zaro ustalarni muammolari. Hamma o'zini ishini cho'tka qilsa, malar bo'ladimi, gipskardonchi bo'ladimi, suvoqchi bo'ladimi? Bu yerda mana shunaqangi muammolar bo'lmaydi. Har xil videolar chiqib ketyapti hozir. U uni yomonlagan, bu buni yomonlagan. Endi hammani ishida o'ziga yarasha kamchiliklari bo'ladi. Hamma ustalar o'zini ishini boshlayotgan, tugatayotgan videolarini chiqarib, o'zini ishini reklama qilib, o'zini ishiga javob berishni o'rganinglar. Men o'zim ham ustaman. Shunaqa ko'rib hozir odam ozgina xafa bo'ladi. O'zaro ustalarni o'zaro ahilligi bo'lmayapti, bir-birini hurmat qilmayapti. O'shaning uchun ustakalar yoki endi ustachilikni boshlayotganlar bir-birimizni hurmat qilaylik. O'zimizni ishimizni bilib qilaylik. Shu bir-birimizni xatoyimizni ko'rsatib, boshqa qilib, hamma o'zi qilayotgan xatoni o'zi yaxshi biladi. Usta bo'lsa agar. Usta bilan biladigan odamning farqi bo'ladi. Shu usta o'zini ishini yaxshi biladi. Biladigan odam taksibi ma'lumoti bo'ladi. Ustozni ham qo'lida bir yaxshi yurmagan, 1-2 oyda o'zini usta yasab chiqib ketganlar shunaqa bo'ladi. Ustamizmi, ishimizni zo'r qilyapmizmi? Bu boshqalarning ishini ko'rsatib, mana bunaqa ekan, unaqa ekan. To'g'ri, xatoliklarni ko'rsatish kerak. Xato. Qanaqa? Ana shu mana bunaqa joyda xato bo'lib qolgan, mana bunaqa qilsa to'g'ri bo'lardi, mana bunaqa qilsa mana bunaqa bo'lardi deb ko'rsatib o'tib ketilsan, bo'ldi. Bir-birini haqorat qilib, u bundoq qilib qo'ygan, bu bundoq qilib qo'ygan deb har xil maza bemaza gaplarni gapirish bir-biriga nisbatan u yaxshi emas. Bir-birimizni hurmat qilaylik ustalar, hammasi yaxshi bo'ladi.